Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana hozir Andijon Sharxon yo'lidagi asosiy do'konimizda turibmiz. Bu do'konimizni yangi ochdik. Xudo xolasa texnikalarimiz hamma turidan bor. 504, 404 traktorlarimiz tugab qoldi. Xudo xolasa yangi partiyamiz yo'lga chiqqan. 10-15 kun ichida yetib keladi. Kombaynlarimiz ham keladi, Xudo xolasa inshaalloh. Mana hozir yana bitta klientimizga 304 traktorimizni yurgizib beryapmiz. Bir porsionli traktor bu. Hop, 304 to'rlas tortadi. To'rla baron aylanadi, lekin remellik. Bu traktorimiz ham juda ko'p odamlarga ma'qul bo'lyapti. Bir porsion bo'lgan bilan juda baquvvat narsa. Sifatlari juda yaxshi, Xudo xolasa. Orqalari ham mana 3 talik. 3 ta nimaga ilinadi? Reduktorlar ham bartavoy reduktor, ichki bartavoy bular. Juda baquvvat, Xudo xolasa. Oldiga kardan o'tgan. Yaxshi texnika, Xudo xolasa. Olgan akamizga nasib qilsin. Hozir chiroyli qilib yurgizib beramiz bu texnikamizni. Yurganini ham chiroyli qilib video obzor qilib beramiz. Dinamlari ham bor, Xudo xolasa. Juda ko'p insonlar remelli desa, ha yo'q bu g'alati, bu deydi, yo'q bu Xudo xolasa ancha baquvvat narsa. Haligi Zuburni reduktoriga qilinganlari bo'lgan, Zubur motoblokni reduktoriga. Ular ish bermaydi, ularning reduktori juda nozik bo'ladi. Bulardagi ancha baquvvat reduktor bo'ladi. Haqiqiy traktorning reduktori bu, bartavoy reduktor. Bu Xudo xolasa yaxshi xizmat qiladigan narsa. Olgan akamizga nasib qilsin, yaxshi kunlarga minsin.